Namuncha bojangiz yonini olasiz? Singlim sizga nima yomonlik qildi? Singling bu yomon tili bilan menga emas, o'ziga yomonlik qiladi. Mana oldingi hafta bo'lgan janjalni bir esga olaylik. Qani o'zing bahosini ber agar adolating bo'lsa. Ber. Sana boshqa mol bormi bu yerda? Vaqqa! Nima? Nima aytishim kerak? Bu nima bu? Mashina? Katta qo'laydi mashinasimi? Buni joyi shu yerdami? Nima aytdim? Buni olib qo'ydi. Voy, men olib qo'yishim kerakmi? Men o'zi bu yerda nimaman? Xizmatkorman. Uy ishlarini qilishim kerakmi? Ovqat pishirishim kerakmi? Bolalarga qarashim kerakmi? O'nta qo'yman mana. Lalaku! Nima? Ana, ko'rdingmi? Shuni o'rniga janjal qilmasdan, shovqin suronni bir chekkaga surib, bunday yaxshi muomala qilib kutib olsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? To'g'rimi? Yana to'g'rimi gapim? Nima qilish kerak? Mana masalan, Voy, Lapi, yakka. hozir. Assalomu alaykum dadajonisi, yaxshi. Omor. Lapi, Sen bormisan? dadajonisi, siz nima desangiz men shunman. Mana nima? Mashina? Mashina? Nima qilib turibdi? Necha marta aytdim senga? Bu yerda turmasin-da, buni joyishma. Otajonisi, davleningiz oshadi, siqilmang. Hozir ishlarimni qotuvdim. Hozirgina olib qo'ymoqchi edim, siz kelib qoldingiz. Ishlar bilan ovora bo'lib qoldim. Siqilmang otajonisi. Qo'ying, asalim. Qo'yma! Qo'yma! Ay, bu odamni o'sha maza qilib jaza qilishga qo'yasanmi yo'qmi? Odamlarni yeriga qara. O'zim o'zi qilib janjal qiladi, uradi, ag'daradi, so'kadi. Mahalla raisi militsiya o'rinbek sudga maza qilib yashaydi. Manchiman. Mana hayotim zerikarli. Ish uy, haligi Otajonisi, qo'ying. Bir qarab terlab ketdingiz, qo'ying. xo'p, qarab. Mana janjal qilmasan. Shu hayot bo'ldi-yu. Otajonisi.